Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 67 soniga xush keldinglar. Bugun biz lager shohitidan mustaqillik jangchisigacha degan temamizning ikkinchisiga hukumatimizningki muavin Cumhur raisi Sayragul Saudbay xonimni taklif qilamiz. Suhbatimizga xush keldingiz. Assalomu alaykum. Ko'p rahmat, xush ko'rdik. Rahmat. Buningdan burun biz Sayragul xonim bilan bir qitim suhbat o'tkazgan. Undan keyin bu Sayragul xonimning bu kitob to'g'riliq suhbatni boshlamoqchi bo'lib, har xil sabablar bilan kechikdik. Bugun bu suhbatimizni qaytadan boshlab oldik. Biz mustaqilligimiz uchun, ya'ni mavjudligimiz uchun kurash qilyapmiz. Ammo tor dunyolarımızdan, toplarimizdan başqa bir manzilni ko'ramiz. Ro'yiti buzilgan bir top saranglarning talash tortishini, g'avg'o jidilni ko'ramiz. Sarang olib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylabmi qolaman ba'zida. Nihoyat beshimizga kelganini ko'rmay na iloj. Shundaqdimi har zaman ochiq tafakkur bilan, sagak zehni bilan yo'limizni aydin qilib turayotgan Cumhur raisimiz Mamtimnal Efendimning X qo'ygan tuvandagi yozmasi bilan ushbu suhbatni boshlashni niyat qildim. Tarixchi Arnold Toynbee mundaq degan: madaniyatlar o'ltirilmaydi, balki o'lib oladi. Ya'ni xristianlarga muvofiq inkas qaytara olsa gullaydi, bo'lmasa halok bo'ladi. Bu hukm madaniyatlarga tushishi, ammo kulturlarga bo'libmi mustamlika ostidagi kulturlarga tushmasligi mumkin. Bundaq kültürler hem öldürüldü hem ölübilişqa mecburlandı. Toybinning yuqori qarshida yanala sel qarashqa bo'lmaydigan bir haqiqat bor. Oldimizdagi tanlash bekla aniq, bekla shafqatsiz. O'ltirilayotgan bir kulturning mansublari bo'lish sifatimiz bilan ya ölübilishni tanlaymiz, ya uni rad qilamiz. O'lib olsa, dushmanimiz kuladi, do'stlarimiz yig'laydi. Tarixdan tezlikda yo'qaymiz. Unutulamiz. Ölü bilishni rad qilsak, aksicha bo'ladi. Bu hayot mamatlik xirisqa muvofiq javob qaytara olsak, kulturimizda qolamiz, bo'lmasa kollektiv halok bo'lamiz. Tanlash shuki, bizning yashashimiz bir qarshilik, bir g'ururlanish va bir kutish bo'lmasa bo'lmaydi. Dushmanimizni mag'lub qilish qo'limizdan kelmasa, uning hamon boshqalarning ya o'zining qo'li bilan mag'lub qilinishini to'rt ko'zimiz bilan kutmasak bo'lmaydi. Bu bizning tirikligimizda yuz bermasa, uni avlodma-avlod kutmasak bo'lmaydi. Hayotni mushu buyuk bir dramani ko'rishni kutish shakliga aylantirmasak, texim bo'lmaydi. Uni xuddi kichik bolaning yezisiga kelib o'yin qo'yadigan sirkchilarni oylab kech-kunduz kutishidek kutishimiz kerak. Kelgusida aşı boladagi to'lib toshgan qizg'inlikda kelgisiga aşı baladaki tolup taşqan qızğınlıqda qaramasak bo'lmaydi. O'lsak, bu buyuk dramani hamon keyingilarning ko'rdiganligiga ishonmasak bo'lmaydi. Mana bu bizning umidimizning anatomiyasi. Muavin Cumhur raisimiz Sayragul xonim dal bizning mavjudligimiz uchun tiz bitmay kurash qilayotgan va bizning eng dahshat kulfatlarimizga shohid bo'lgan, shundaqla bu zulmga mustaqillik irodasi bilan javob qaytarayotgan shohidimizdir. Sayragul xonim o'zining barliq narsalarni mush kitobga yozgan. Bugun biz mush kitob orqali mush kitobning mazmunidan suhbat kirishimiz. Uningdan burun Sayragul xonimning davomli qilib kelayotgan ishlar to'g'risida bir savol bilan bu suhbatimizni boshlaylik. Siz yil 5-da Angliya parlamentida o'tkazilgan unutilayotgan Sharqiy Turkiston irqiy qirg'inchiligi temasidagi bir yig'inga qatnashib keldingiz. Shu yig'indagi ta'siriyotingizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Marhamat. Rahmat. Oldi bilan assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq Sharqiy Turkistonni qiynalashda hammanglarni Alloh har joyda salomat qilsin. Ko'p rahmat bizning bu suhbat programmamizga qatnashib, qimmatli vaqt bilan bo'lishayotganliklaringiz uchun sizlarga hurmatim cheksiz. Meni bu suhbatga taklif qilganingiz uchun sizga ko'p rahmat. Doktor Jurat Opal efendim. Endi savolingizga kelsak, 2025-yil 1-oyning 8-kuni Angliya parlamentida unutilayotgan irqiy qirg'inchilik
темесіде мұйымдары жығын болды. Өзім тәкліп білен қатнаштық. Әмді жығында әр сағдайген әр қыл мүттәқасыла bu irqiy qirg'inchilik to'g'risida nihoyatda muhim so'zlarni qildi. Ham birlashib Angliya hukumati bilan boshqa davlatlar birlashib Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qonuniy harakat qilishga chaqiriq qildi. Ham Angliya hukumatining qayta takrorlanmaydi deb va'dasiga amal qilishga chaqiriq qildi. Bu bir pek muhim bir yig'in bo'ldi. Bu parlamentdagi bu yig'inda men o'zimning o'sha Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa boshlangan vaqtdan tortib hozircha ko'rayotgan o'sha kechirmishlarim, xizmatlarim, ko'rgan qo'rliqim, azobga to'la kechirmishlarim bilan o'sha jazo lageridagi turli xizmatlar, zulmliklar bilan şu yerdeki pacalar, şu öz gözüm bilen ko'rgan dalil faktlar orqali mushu irqiy qirg'inchilikqa bog'lab mushu orqali shu yerdagi millionlagan Sharqiy Turkiston xalqining pajasi bilan ko'rayotgan zulmatni, qirg'inchiligini u yerda bir qatam anlatib o'tdim. Endi u yerda yana eng muhim bo'lgani men bu nurg'unlagan vaqtlarda xalqaro sahnada Bəkmi bir muhim tema qatarida ko'tarilib ketmaydigan balalar, Sharqiy Turkistondagi balalar bilan ayollarning pajasi, ko'rayotgan zulmi haqida shuni maxsus bir muhim tema qilib so'zladim. Chunki o'zingiz bilasiz, hozir qatar shu xalqaro jamiyatda bu irqiy qirg'inchilik boshlanib, hozir qatar necha yildan yog'i xalqaro jamiyatda faqat jazo lageriga 3 milliondan ortiq Sharqiy Turkiston xalqi jazo lagerida tutilib turilmoqda degan e'tirof qilingan shu sondan boshqa bolalar bilan ayollarning ko'rayotgan tajovuzga to'g'riliq ayrim bir maxsus tema, ya'ni buningga maxsus bir nazarda tutadigan, buni bir kun tartibga elib keladigan ishlar yuz bermadi desakmi bo'ladi. Endi yuz berdi, lekin jiq emas. Ben bunu bu iki meseleni muhim tema qatarida so'zlashimdagi sebep xalqaro jamiyatni Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikda bolalar bilan bizning ayollarimizning ko'rayotgan azob uqubati bilan dahshatli zulmlarni, pajalarni bularning mushu irqiy qirg'inchilikda mushu eng vahshiy zulmga uchrayotgan ishki top ekanligini deb o'tmoqchi bo'ldim. Chunki ayollar bizning g'ururimiz, ayollar millatning g'ururi. Bir millatni yo'qotish uchun ayollardan boshlaydi. Bu tarixdan beri isbotlangan bir haqiqiy tarixiy zulmat desak bo'ladi. Ham bolalarimiz bo'lsa, bolalar bizning kelajak avlodlarimiz. Shu zaminning egilari. Endi balalar bilan ayollarga ko'rsatayotgan bu zulm bek vahshiy bo'lib, ayollarimiz lager sirtidagi shu 90-yillarning 5idan boshlab majburiy tug'ut cheklash boshlangandan tortib hozirgacha ko'rayotgan zulm u yoqda kelib, yana irqiy qirg'inchilik boshlangan vaqtda bizning ayollarimizning jinsiy tajovuzga uchrashlari, mecburi operatsiya qilishlari, mecburi bola tushirishlar, şunun bilan birga ularni Xitoylarning uyiga, bo'lmasa Xitoylarni uyiga avatish orqali ularni qo'shmoq tuqqan siyosat orqali xo'rlash qatorliq. Bu inson qalbidan chiqqan bu tajovuzchilikni anglatish muhim deb qaradim. Endi bolalarga kelsak, o'sha kichik bolalarning beshida her bir atansı solinib ketgan balalarni, egi chaqis qolgan balalarni, mo'limlar bir balaga ikki balaga bir mo'lim egi bo'ladi, qaraydi degandek ashunday siyosatni yo'l qo'ydi. Keyin o'ndaq balalar bek jiqib ketgachga ular onunğa qarab bo'lamay, mumkin bo'lmayligini his qilib, hukumat qanday qildi desangiz, bu balalarni
жығып тәрбиелейміз дегенде. Яғни Қытайның сөзі білән айтқанда бұл ятақлық мектеп деген чырайлы ісім қойып алған. Әмәлетте біздің тілімізбен айтadigan болсақ, бұл haqiqiy deydigan болсақ, aşı kichik bolalarning hammasini ota-onasidan ayırıp, türlüge o'xshash yerlarda yig'ib olish orqali Xitoycha tamoq beradigan, Xitoycha tarbiyadigan, mingni juyadigan, ruhoniy turli tarafdan turli besimlar orqali shu yerda tarbiyalaydigan bu yerni biz bolalarning lageri desak bo'ladi. To'g'ri. Bu Xitoyning tiliga egishib, buni biz yataqliq maktab demasdan, buni bolalarga maxsus tayyorlangan lagerlar desak bo'ladi. Hamda kichik bolalar, aşı kichik bolalar atansı, atanning mehr muhabbatga muhtoj, atanning mehr muhabbati bilan o'sayotgan, aşı mehr muhabbatga eng muhtoj vaqtlarida atansidan ayrilib, ashundaq bir yerlarda uyga baramaydigan, atansini ko'ramaydigan, ashundaq bir zulm ostida ularni hayat kechirish degan, bu adam o'zi bir til bilan ifodalab beramaydigan bir zulm deb qarashga bo'ladi. Buni cho'nglarning zulmi bilan selishtirgan vaqtda bu bolalarning aşı kichik balliq yuraklarining qanchalik azoblanayotganligini tushunish, buni yetkazish bek muhim deb qaradim. Shunga bu ayollar bilan bolalarning masalasini muhim tema qatorida so'zlab o'tdim. Endi afsuski bizning abayqi xalqaro jamiyatda bu e'tirof qilingan 3 milliondan ortiq odam jazolarga tutilib turilmoqda degan sonning ichida bu bolalar bilan ayollar ashning ishiga kirganmi yo kirmaganmi? Masalan, agar kirmagan bo'lsa, undaqda bu son texmo eshitmoqda degan gap. Shunga hozir 1 millionga yaqin bolalarning shundaq balalar lagerda yig'ib olish lagerlarda tutilib turganligini, shu yerda yig'ib olib bularni Xitoycha tarbiya etganlik, shunday bir qo'rliqlarni balliq yuraklari bilan shunday bir qo'rliqqa duch kelayotgan mushu pajallarni anglatdim. Endi bu yerdagi meni eng bir suyundirgan ham xush qilgan bir ish bo'lsa, so'zlashga 10 minut vaqt berganda tarjimon bilan kechiring. Endi bu endi pajalarni 10 minut anlatib bo'lib bo'lmaydi ekan, biroq uzunroq so'zlashga to'g'ri keldi. Shu jarayonda hech kim mening gapimni uzib o'tmay, hammasi shunday astoydillik bilan anglagani meni bek suyundirdi. Bu bir fursat bo'ldi. Yana bir tarafdan shu fursatdan foydalanib biz Angliya hukumatiga o'zimiz talablarimizni qo'ydik. Tuvandagi 4 xil talabimizni. Birinchisi bo'lsa, Angliya hukumatining bu jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qilishini talab qildik. Ikkinchisi, Sharqiy Turkiston surgun hukumatining Xitoyning jinoyatining ustidan xalqaro sudga qilgan arzni qo'llashga chaqiriq qildik Angliya hukumatini. Undan keyin bu irqiy qirg'inchilikning eng muhim sababi bo'lgan Sharqiy Turkistonning ishg'olotini, Xitoy tomonidan qilingan zimniklanligini ishg'olotini tugutish mushu masalani hal qilishni talab qildik. Eng oxirgi 4-chi talabimiz bo'lsa, Sharqiy Turkiston xalqining egilik o'z taqdirini o'zi belgilash, mushu huquqini kafolatli qilishga chora qo'llanish, mushuni qo'llash haqidagi 4 talablarimizni o'tirib qo'ya oldik. Bu bir yaxshi fursat bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Siz nayt muhim yig'in qatnashibsiz va uningki unumi nayt yaxshi bo'ldi, uni ko'rdik. Onlarga irqiy qirg'inchilik o'zimizda va xalqarada unutildirib oldi. Biz o'zimiz unutib ketyapmiz. Bu davomli saqlanib turish kerak. Siz kitobingizni model shuning uchun yozgan va buningdimi siz o'zingiz yaslida o'qituvchilik qilgan bolalarning ahvolini nayt yaxshi biladingiz. Lagerning ichida ayollarningki ko'rgan zulmini ko'rdingiz. Uni biz kitobimizningki oxirgi bablarda o'tirib chiqamiz. Hamda bugundan boshlab biz bu kitobni bir boshdan bu kitobga kirishimiz. Sizning qilgan ishlaringizni bilish uchun sizni bilish kerak. Albatta kitobingizda siz o'zingiz to'g'risida bir necha bobni yozgan. Hamda bu kitobingizni siz bosh shoir Xitoy hozirgi zamon yig'ilish lageridan qochish degan bir mazmunda yozib chiqqan kitob. Mush kitobingizning yozilish jarayonini bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Rahmat.
Biz 2019 yılı Şvetsiyaga kelgen vaqtımızda kelgenden keyin şu Aleksandra Kavilos hanım, yani menin kitabımda yazgan bu ayal yazgıcı, Germaniyanın tanlıq yazgıcı, bunundan burun neçe kitap yazgan bir tanlıq yazgıcı ayal eken. Biz Şvetsiyaga kelgenden keyin uzun ötmey o kişi men bilen alaqalashdı. Aleksandra Kavilos hanım, men Kazakistan'a kaçıp çıkkandan Şvetsiyaga kelgen muşu jarayandagi keşirmişlerim bilen barliq vaqalarni shunday astaydil kuzatib o'tagan ekan. Shu jarayonda muşu bir muhim bek muhim bir kitap chiqadiga bir kitap yazsam deb shu vaqtlarda planlagan ekan. Aloqa qilgandan keyin o'zining muşu jarayondagi o'ylarini o'rtoqlashdi. Shu kitobni yozib Ondan bütün dünyaya anlatışta mühim ekanligini ta'kidladi. Anlagandan keyin men shunday o'yga keldim. Bu Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik bir suhbat bilan, bo'lmasa bir necha soat so'zlash bilan tugaydigan faja emas. Shunga men bir tarafdan o'zim Sharqiy Turkiston xalqining ovozi bo'lsam, endi bir tarafdan kitabimdagi uşaq yinchik detallar orqali bu irqiy qirg'inchilik texmi yo'ritib bütün dünya xalqiga oshkorlab qila olsam, mushu bir muhim yo'l ekan deb o'ylab bu taklifni qabul qildim. Shundan 2020-yili 1-oyda men o'g'lim ikkimiz Germaniyaga yo'lga chiqdik. Kavilos xonim bilan ko'rishdik, mush kitob haqida paranglashib planlarni tuzdik. Anda shu yerda bu kitobni yozishni boshlab ketdik. Necha kun shu Germaniyada o'g'lim ikkimiz shu yerda turib bu kitobni yozib qo'lga oldik. Andan biz qaytib kelgandan keyin Aleksandra Kavilos xonim o kishi Shvetsiyaga bizning uyga keldi. Kelib kitobning qolgan bo'limlarini Shvetsiyaga kelib bizning uyda turgan shu jarayonda davomli yozib mandik. Endi bu jarayonda nurg'unlagan to'salg'lar, besimlar, tahdidlar kitobni chiqarmaslik uchun nurg'unlagan ishlar yuz berdi. Shu qiyinchiliklarga qaramay endi birlikda kurash qilib qanday buni chiqaramiz deb birga xizmat qildik, birga tirishdik. Shunday tirishning natijasida 2020-yil 6-oyda shu Berlindagi Berlinda bu nashriyatdan chiqdi bu kitоб. Bundan hozir qator 10 tilga tarjima qilinib, dunyoning har bir joylarida tarqatilyapti. Yaxshi bo'pti. Bu kitobingiz amaliyotda men to'liq o'qib chiqdim, qayta. Rahmat. Yaxshi yozilgan kitob. Buning ichida oddiylar bir lagerlarning ishi yo'q. Buning ichida Sharqiy Turkistondagi bir nadir bir ayolninki tarixi bor. Endi mush jarayonda bu bir nadir asar. Naydi isil bir ayolninki tarixi yozilgan. Sizning tarixingiz. Endi meni naydi ta'sirlantirgan bir nuqta bor. Siz o'zingizningki hayotingizni yozib, kichik vaqtlardagi hayotingizni eslab o'tganingizda, kichkinizda bir mo'jiz kabi hayot qolgan bir hikoyangiz bor. Bu menga bek qattiq ta'sir qilgan. Biz sizni bilish uchun sizning hikoyangizni bilishimiz kerak. O'zingizning shu kichik vaqtingizda hikoyangizni bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Marhamat. Rahmat. Siz degandek o'sha kichik vaqtlarimda necha qatam shu hayotliq namatliq qismatida qilib hayot qilgan shunday kechirmishlarim borki, keyin buni dadam va bovam nurg'unlagan vaqtlarda shuni so'zlab berib o'tiradi. Bu endi bovam bilan dadamning men qilgan tarbiyasining yana bir qismi desak bo'ladi. Shu vaqtlarda masalan bir balam qaysar bo'ling, sizning beshingizda shunday qismatlar o'tgan shu vaqtlarda siz hayot qilgan, shunga siz har vaqtlarda har qanday qiyinchilik oldida berinmang, beshingizda egmang deydi. Bu men shu qilgan tarbiyaning bir qismi bo'lib qoldi keyingi hayotlarimda. Mening kichik vaqtimda o vaqtga bizning qozoq xalqi biz bo'libmi biz yerim ko'chmanlik hayotni kechirdik. Ya'ni kuzda, qishda boshqa bir joyda
insonlarga, yana bizning mallarga qolaylik beradi. Yaz bilan yoz vaqtlarida yana bir boshqa bir joyda shundaq yerim ko'chmanlik hayotni kechirdik. Shundaq kunlarning birisida men 6 oy vaqtimda shu ko'chgan vaqtda bu safar bek uzun, onun üstüne ko'chgan vaqtda yo'l uzun ham shundaq xavfli, xatarlik yo'l, ham tar, shundaq bo'lgandan keyin dadamlar shu tugini tanlaydi ekanda, tugi bilan ko'chish eng nima deb bexatar deb. Tugi bilan ko'chgan vaqtda 6 oy vaqtimda o'zingizmi bilasiz, biz qozoq, uyg'ur, mushu xalqlar, qanday xalqlar ballarni beshik bilan baqidi-ku. Shu mening o'sha beshik bilan tugining bir tarafiga bog'lab, hamda bir tarafiga tepa tangpunlikda saqlaydigan yana boshqa yana shundaq kerakli nimalarni boshqa bir tarafiga bog'lab tangpunlikda saqlaydi deb shundaq ko'chibdi ekan. Yerim yo'q bo'lgan vaqtda tuyuqsiz shu tugining puti tegib ketib, bu nima ketibdi, yiqilib ketibdi, so'qilib. Yiqilib ketgan vaqtda bog'lab qo'ygan juh bilan beshik birga bog'lab qo'ygan bu chiqib ketib u yerdan. Shu necha domlab o'sha nima tegiga tushib ketgan gap. U yerga hammasi turib qolgan gap. Biz biroqlar butun avlatimiz bilan butun tuqqanlarimiz bilan birga ko'chimiz uchun urgan odamlar. Ularning hammasi bundaq egizlikdan tushib beshik bilan necha domlab tushib ketgandan keyin men o'lib qoldi, hayot qimdi deb qo'yilgan gap. Shunga anamning ovozi chiqmay qolgan, shunda qattiq cho'chib ovozi chiqmay qolgan shu vaqtda mening dadam hamda qanday xosma berib ko'rishga tushgan. Qarsam men beshikda saq yotgan, hech kim bo'lmagan. Shu vaqtda dadam oyat ekan degan gapni og'zidan chiqqan vaqtda bichara anamning ovozi shu vaqtda chiqibdi ekan. Chiqqanda shu yig'ilgan ovozi shu vaqtda qattiq yig'ilgan ovozi chiqibdi ekan-ku. Bu mening birinchi qatam o'sha o'limdan nima oyat qilgan vaqtim ekan. Hamda yana birisi uningdan keyin 2 yosh vaqtimda. U vaqtda bizga atyaz bilan yoz vaqtlarda shundaq manzarasi shundaq chiroyli. Shundaq bir go'zal bir yerda hayot kechiramiz. Bu yer bizning o'sha yozliq, atyazliq makonimiz bo'ladi. Nurg'unlagan mallarimiz va bir daryoning bo'yida. Hamda bu yerda bir nimasi, qo'rqinchli bo'lgan bir nimasi, o'zingizmi bilasiz, yılanning o'rdisi. Shundaq yılanning o'rdisi bor ekan. Endi bu burundan tatib ashada ba narsa bo'lgandan keyin cho'nglarda aytdi. Hech qanday bir yılanning o'rdisidan chiqqan har qanday bir yılanga tekkichi bo'lmanglar. Uningga ziyon qilsanglar, ular ashqa o'rdadagi hammasi chiqib nim qiladi, hujum qiladi, ham ular o'ch oladi deb. Anda uningga yaqin yo'latmaydi bizni. Har vaqtda yaqin bo'lmanglar deb. Lekin men shu vaqtlarda shu kiyim hech qanday bir odamning bir insonga bo'lmasa shu yelayotgan shu yerga beqiyotgan mollarimizga shu yilonlarning bir ziyon qilganligini anglab baxmagan. Chunki ularga tegmasa ularga tegmaydi ekanda bizning cho'nglar shunday deydi. Bizmi o'yin yaqin bo'lmaydik. Uyga kirib ketadi, bu shu o'rdadagi yilonlar chiqib uyga kirib oladi. O vaqtda biz kiyiz uylarda o'tiramiz. Kirib oladi. Shu vaqtda opam uning sutni temitib, uning yo'liga shunday sutni temitgandan keyin azroq uni qo'zg'ab nim qilib qo'ysa, o'sha sutni temitgandan keyin chiqib qaytadan o'zining nimasiga qaytadi ekanda, shunday bir o'zining irimi bor ekan. Shu bo'yicha tegmaydi ularga. Bizmi o'rganib ketgan. Anam shu kallarni saqqandan keyin dadam shu otga minib o'sha kallarni o'zining joyiga borib qo'ydi ekanda. Kunda shundaq. Biroq bir nimasi kunda men elib oladi. Men dadam meni pek yaxshi ko'radi. Shu otga minib o'sha kallarni aydigan vaqtlarda meni oldiga elib oladi. Bir kuni meni olmaydiganligini, boshqa ishlarning bor ekanligini deb meni uyga qoldirib qo'yib ketdi. O kishi ketgandan keyin men shu kundiga berib o'ginib qolgan. Keyinda men ketibdi menda. Shu ishga vaqtimda. Ondan ketken dadam kechda ishlarini tugatib qaytib kelib qarsa men yo'q. Boshqa bolalar emas o'tagan. Voy mening qizim ne desa, mening opam bechara, mening dadam kundiga o'xshash ep ketdi. Kala nima aydashqa deb o'ylagan. Dadam bo'lsa uyda qoldi deb o'ylagan meni.
Ашна кылып, булар bir-birisiga işinip, men yo'qap ketgan. Qarasa qarаңгылык qaplab keş bolup ketgan. O endi qanday qilamiz deb bular alqa tuqqanlar, bütün yurtlar, aşı dostlar, qo'shnilar bo'lib, hammasi chiqib izdegan, men er tarafdan topolmagan. Bular endi bularda shu ashunday bir qo'rqinish bo'lgan. Bu aşı mengib berib, aşı yılanning nemasiga tushib ketgan degan. Hammasi ashunday o'ylagan, lekin mening dadam unday o'ylamagan, chunki birinchi qatam hayot qilgandan keyin mening dadam mening qizimning nemasi, ko'rdigan nemasi bor izdiga deb o'ylab qo'yib etmadim deydi. Ümitimni üzmedim deydi. Şunu olan o kişi özü ayrım izlep bir adamga uçuruşup kaptı ki adamdan sorsa nima da jirakta bir qarayıp bir kichik bir narsa ketip atadi. Aşı buluşu mümkün siz berip qarab beqing deb tiken. Şu ko'rsatgan yer basa men yerda yatgan elqa to'pamni elib beshimga qo'yib yatgan. Qarasa mening cho'ramning hammasi yılan. Mundaq nim qilib dögülep o'rib yatgan. Bunu çekip öldürüp ettikende deb o'ylagan. Şu yılanatı ko'rgan vaqtda mening dadam atdan tushib berishga jur'at qilamagan. Shuni bilan qolgan odamlarni nimaga chaqirgan? Yordamga chaqirgan. Ana buvam kelgan, buvam kelib bularga yılanlarda asta aydab yo'l ichib berib meni ko'tarib olgan yerdan. Andan buvam debdi, nafas elyapti deb. Nafas elyapti, hayat ekan degan. Shuni bilan bular meni uyga kelib shu vaqtlarda o'zingiz bilasiz, biz taraflarda, sizlar tarafda mashundaq mekin, biz taraflarda bir mollalar bo'ladi deb. O mollalar maxsus yılan bilan so'zlashadigan shundaq bir mollalar bo'lgan deb. Shundaq odamning birisini tepib kelib, bu yılan chiqib etdimi, ziyon qildimi, qanday bo'ldi degan tekshirib baqayli deb nim qilgan. U odam shu o'zining shu mollaq xususiyati bilan yılanlar bilan so'zlashgandan keyin ular tegmabdi, aksicha qo'g'dabdi deb javob bergan. Shuni ikkinchi qatam shundaq hayot qilgandan keyingi hayotimda meni tarbiya qilgan vaqtlarda hech narsaga nim qilmang, bosh egmang, qaysar bo'ling. Shundaq Xudoyim sizga rizqingizni shundaq berganga, ikki qadam shundaq nimadan qoldingiz. Undan keyin nurg'unlagan ishlar beshinda o'tgan hayot namatliq hayot qilgan ekanman. Shu bugun mishayda turibdi men shu endi balliq chaqlarimizga bu ishlarni nurg'un qatam qaytlab teppagandan keyin shu men bir mo'jiza sifatida shu kitobga yozishni to'g'ri deb qaradim. Rahmat. Rahmat. Siz kitobingizni chiqqanda eslatgan lagerdagi vaqtingizda, 5 kun kelgan vaqtlaringizda cho'nglarning, buvingizning, dadangizning sizga degan har qanday ishga bosh egma degan gapi davomli sizning quloqingizda yangrab turganligini har qatim eslatgan. Men o'qigandan qattiq ta'sirlangan. Har ishda bir hikmat bor deb ikki qatimliq beshingiz kelgan ashundaq bir o'limdan qutulib qilib, mana hozir bu yerda turibsiz. Bizningki vatanning zulmini anlatib turibsiz. Bu bizningki qilayotgan ishlarimizning bir hikmati. Yana birisi kitobingizda o'z yurtingiz to'g'risida nihoyat tafsiliy yozgansiz. Yurtingizga bo'lgan muhabbatingizni, yurtingizdagi kulturni, shularni bir tafsiliy bizga so'zlab bergan bo'lsangiz, siz o'zingizning yurtga qanday qaraysiz? Vatan xuddi bizning oilamizga o'xshash bizning yurtimizda desak bo'ladi. Masalan, hozir nega bo'lsam, shu vatanning birer ko'rinishlari o'xshaydigan birer ko'rinishlari, hech bo'lmaganda bir tal cho'plari o'xshab qolam degan deb shundaq zar solama atrofimga. Lekin shu o'xshaydigan birer tal gulni, nemisi o'xshaydigan birer tal cho'pni hozirgacha topolmadim desam bo'ldi. Chunki men tug'ilib, men shu cho'ng bo'lgan shu go'zal makonimiz shundaq chiroyli, bu bir so'z bilan ifodalab yetkazolmagadek darajada shundaq chiroyli edi. Egiz yep-yeshil qarag'aylar bilan to'lgan egiz tog'lar, shu egiz tog'ning tegida shundaq chiroyli har xil gullar bilan xuddi qo'l bilan o'stirib qo'ygandeklar, shundaq tabiiy, shundaq gilamdeklar chiroyli shundaq yebatdi o'tloq. Ondan tog'ning ikki tarafidan tushadigan pokiz daryo suvi bordi. O vaqtda shu bizning
Şu yerdeki adamların emmisi turbudan emes, pakız su bilen suyunu içetti. Pakız suyunu içetti. Şimdi kış vaxtlarını bir taraftan kelivatkan, bir taraftan tağdan düşüdüğün bir taraftaki suğa muz qetip hem de bazı vaxtlarda qış qattiq olup başında muz qetip eliş qiyin bo'lib ketgan vaqtda ma bir taraftaki suyun kelivatkan suyun töpüsüge muz qatmaydı asanlıqqa. Bu hamda Allah'tan kudret desek boludu. Şu yerdeki halk işki şundaq pakız tağının suyunu işletetdik. Ondan tüven tarafı da garip tarafı da şundaq keng her bir ailenin özge has olgan ama teriydigan etizlik yeri battı. Şu qıçı, boğday, arpa, müşundaq kerekli tersen turmuşqa kerekli bolgan narsalar hemmisini her bir aile özleri nip bolatdı. Aşağı terip bolatdı. Hem o terdigan yerler bek keng, bek yoğan edi. Ondan tağının tegige düşkenden keyin yep-yeşil ormanlık, şunda gilemdekle nip turgan. Tağının içinde tabii meyveçiler battı. Mesela iki xil qulupnay, birisini kalı qulupnay, annem birisini qo'y qulupnay deb ataydık. Birisi çoğun yoğan, hem de birisi kichik olardı. Qarqat, yana alqat deb iki xil meyve battı ösüdigan. Ondan şu yerdeki halk şu yoqda kömür yakmaydı. Ot yakatdı o uyga mesh qo'yib nimler. Lekin aşı tağdaki qargaylarını qanchalik elevasimi şu yerdeki halk şu qargaylarını ekilip otunga qalaydı mesela qishlarda, yazlarda. Endi hazır men oylayman şu Allah'tan qudret ekan deb aşı baylıklarımız şunçılık halk kunde berip asasen kunde berip otunlarni ekilip asımı tügmeydigan. Bir yere bir yemilip azip ketkende körünmeydigan şunda hasiyetlik tağlarımız bizning. Hem şunda güzel bir manzarada qo'ylar, kalılar, atlarning yelib жүрgenligi, emmi uylan tütün chiqayotgan, şundaq chiroyli yo'llar. Ondan balalarning o'ynaydigan yerimi shundaq pokiz, shundaq yaxshi edi. Şolarda şu chiqib o'ynasa masalanga balalar atdeganda chiqib o'ynab ketsa, kechgacha bek qarang'i bo'lib ketmasa, ota-onalar osonlikqa ansirmaydi. O vaqtdagi adamlarning mehr muhabbati bir-birisiga bo'lgan hurmati, bir-birisiga bo'lgan mehribonligi cheksiz edi. Uni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Bir uyda, şu vaqtda bir uyda bir qiyinchilik bo'lsa, bo'lmasa bir uyda bir to'y bo'lsa, bir yaxshi o'tkazayotgan bir yaxshiliklar bo'lsa, shu yurtga hamma odam yig'ilib kelib, hech kim chaqirmasimi yig'ilib kelib, hammasi birga o'tkazadi. Xuddi o'zining ishidek qaraydi. Birisida yo'q narsani birisi elib turadi. Shundaq bir mehr-muhabbatga to'lgan bir shundaq bir go'zal yerda o'sdik. Shu yerda tug'ilib cho'ng bo'ldim. Chet elga chiqqandan keyin hozir mayli nega borsam, shundaq chiroyli yerlarni, go'zal degan yerlarga borsam, ish bo'lmaganda vatnimizdagi tabiiy o'sib turgan gullarning o'xshaydigan bir nemisini tepishga tirishman. Lekin topolmadim. Bu bizning qalbimizdagi vatan. Hech narsaga tegishli bo'lmaydigan, hech narsaga o'xshatqili bo'lmaydigan bizning suydigan vatanimiz. Rahmat. Men ishimni Sayragul xonimniki vatan to'g'risida so'zligini anglagandan keyin güzel bir vatan ko'z oldimizga keldi hammamizning. Vatan jannat. Bizni boqadigan tog'larimiz va bizni to'yindiradigan, ussiz kuni qondiradigan daryolarimiz va erkin osmonimiz va bizning qilayotganimiz dal shu go'zal vatanni Xitoy iblislarning qo'lidan qaytarilish uchun qilayotgan kurash, jang. Shunga bizning qilayotgan ishlarimiz Alloh rizosi uchun biz to'g'ri yo'lda deb o'ylaymiz. Endi Sayragul xonim
Siz nurg'un hujumlarga uchraysiz davomliq. O'zingizning qozoq qarindoshlari va boshqalar sizni setilib ketdi. Uyg'urlar uchun ish qilyapsan deydi. Ammo men o'ylayman, siz bu ishlarga to'g'ri qaraysiz. Masalan, biz aslida Uyg'ur, qozoq, qirg'iz qatorliq turk millatlari o'rtaq yashayolmaydik. Albatta, biz burun shundoq o'rtaq yashab kelgan. U men abayı tasvirlab o'tgan go'zal Sharqiy Turkiston. Hech nimaga tegishkili, hech nimaga teng ko'rgili bo'lmaydigan bizning go'zal vatanimiz. Shu yerning egisi bo'lgan qozoq, Uyg'ur, qirg'iz, o'zbek qatorliq xalqlarning o'rtaq zamoni deb qarayman. Biz shu yerdami o'rtaq hayot kechirib kelgan. Men u yerda shaxsan o'zimmi, mayli boshqalarmi, mening yonimdagi odamlarmi, mo Uyg'ur ekan, mo qirg'iz ekan degandek bizda millat ayirmachilik degan narsa bo'lmagan. Bizning dinimiz bir. Tilimiz o'xshamagan bilan o'sha tilni o'rganmasakmi, bir-birimizni tushuna olamiz. Mana bu bizning qalbimizning bir-biriga bog'lab turganligi deb qarasak bo'ladi. Bizning nurg'unlagan o'xshash yerlarimiz bor. Nurg'unlagan madaniyatlarimiz, urf odatlarimiz o'xshab ketadi. Shunga hech qanday bir boshqa millatga, boshqa nim qilgan degandek bir bo'lish ayrimchilik narsa bo'lib boqmagan. Hozirmi u kichik vaqtimdan shunday singib ketgan narsa hozirmi u bo'lishi mumkin emas, uni o'zgarmaydi. Men boshqalarni dadam bilan bovam doim deydi, boshqalarni o'zingni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'r deb. Bizni shunday tarbiya qiladi. Men hozirgacha shu boshqa millatlarning ayirmachilik emas, shularning ovozi bo'lsam deb tirishib kelyapman. Mayli har bir odamning o'zining tafakkuri, o'ziga xos bo'lgan o'ylanishlari, o'ziga xos bo'lgan fikrlari bo'ladi. Boshqalar qanday o'ylasin, qanday qabul qilsin yo qabul qilmasin, men mushu turk xalqlari birlashib, ittifoqlashib bir kuchli bir jangchilar bo'lib, Xitoyning mushu jinoyatiga qarshi turishaq, mushu go'zal vatanimizni qaytarib olishga hammamiz birlashib kurash qilsak, bu hozirgidan kuchli bo'ladi deganni shundoq arzu qilaman hozirgacha. Shunga bizga cho'qim ittifoqlashishimiz kerak. Biz bir niyat, bir maqsadga kelishimiz kerak. Ashuna bo'lganda biz kuchimiz, mushu ittifoqlik bizni yo'g'on natijalarimizga, maqsadlarimizga yetkazuvchi bir kuch bo'lib hisoblanadi. Shunga cho'qim hamma Sharqiy Turkiston qarindoshlarimizni birga kurash qilishga, ittifoqlashishga, birlashishga chaqiriq qilaman. Men har doim shunday chaqirib kelyapman. Rahmat. Siz degandek Sharqiy Turkiston bizning zaminimiz. Biz turk xalqlarining, ya'ni Uyg'ur, qozoq, qirg'iz, o'zbek va boshqalar. Boshqalarning u yerda haqqi yo'q. Agar biz o'zaro chiqishimizsa, u chaqda bizning vatanimiz bo'lmaydi. Vatanimizning igdorchiligi u chaqda Xitoyning qo'liga qoladi. Biz har xil ideya bilan talashib boqamiz, buni o'tirg'a tashlab boqamiz, siyosiy ideya deb. Ammo vatanimizning ismi Sharqiy Turkiston. Uning xalqi biz, siz va men. Sizningki bu kitobingizni biz oldirmay kirishimiz birdan buning ichidagi mazmunga. Chunki hozir irqiy qirg'inchilik to'liq unutilayotgan bugungi kunda biz bu haqni so'zlamasak bo'lmaydi. Biz qilolmaganni avlodlarimizga qoldirmasak bo'lmaydi. Bu kitob pek yaxshi yozilgan. Hamda kelar qitimdan boshlab buning ichidagi mazmunga kirishimiz. Sizning bugun ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Bugun programmamiz vaqt munosabatlamashiqchi bo'ldi. Biz Sayragul xonim bilan qilgan programmani uzartib o'tmaslik, 40 minut atrofida kontrol qilishga deyishgan. Bugun dal 40 minut o'tdi. Hammanglarning ajratgan vaqt uchun ko'p rahmat. Programmamiz mishada oxirlashdi. Sayragul xonim, sizga yana bir qator rahmat. Sizga ko'p rahmat. Ham yana bizni ko'rayotgan butun qarindoshlarimga
cheksiz olqishimni bildiraman. Hammanglarga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat.